ئامېرىكادىكى ئاساسلىق سودا گۇرۇپپىلىرىنىڭ بايدىن ھۆكۈمىتىدىن خىتاي بىلەن بولغان سودا سۆھبىتىنى قايتا باشلاشنى ۋە ئىمپورت تاموژنا بېجىنى تۆۋەنلىتىشنى تەلەپ قىلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. Volkoçi gazetining xabar qilishicha, Amerika savdo uyushmasi, mamlakatlik parcha sotquchilar jamiyati va yerim o'tkazgich sanoati jamiyati qatorliq bir qism asosliq savdo guruhlari Moliya ministri Yellen va Amerika savdo vakili Kateringa bu vaqtda xat yozgan. ئامېرىكادىكى خەۋەر قانىلى CNN خىتاي virusi vaksinasini əmlətməy turub, organ binasıga kelgan 3 xizmatchini ishdan bo'shatdi. CNN yana xizmatchilarga 7 sentabr bekitilgan xizmatga qaytish vaqtining kam deganda oktyabrning o'rtalarigacha kechiktirilganligini e'lon qildi. Türkiye'nin Bursa şəhərindəki Yusuf Yüzülər Cəmiyyəti və Anda Qeyrindaşlıq Vapa Birlikdə Cəmiyyəti açqan Ailemiz Nədə namlıq foto surət ko'rgazmasi Şərqi Türkistandakı ailələr tartqan azab oqibatning tərcümanıga aylandi. Bursa Osman G'ozi şəhər başlığı Mustafa Dandar bilan birlikdə Yusuf Yüzülər Cəmiyyətinin rəisi Veysel Ashkin və uzun yıllardan buyan Xitayning turma və jazo lagerlariga qamalgan Şərqi Türkistanlıqlarning ailə tavabatlari Bursa şəhərindəki Panorama 1326 Fatih muzeyida icilgan foto surat ko'rgazmasiga qatnashdi. Afg'onistondagi to'qinish keskinlashgandan keyin Eron sharqi janubidagi Sistan Balochiston o'lkasidagi Afg'oniston bilan bo'lgan chegara eg'izini taqidi. Kanadaning Quebec o'lkasi vaksina pasport sistemasini yo'lga qo'ydi. Buningga asosan, 2 qatimli Xitoy virusi vaksinasini emlatganlar ba'zi cheklamasi bor xizmatlarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Egilanishicha, vaksina pasporti chiniqish uyi va oshxonalarning kirish eg'izida tekshirildi ekan. Amerika Bayden hukumatini Xitoyning Xonkongdagi bostirishlarini nazarda tutib, Xonkong fuqarolarining Amerikada turish vaqtini 18 oy uzartishni qaror qildi. Aqsaray bayonotchisi Jin Pisaki bayonotida bu qaror Xitoyning Xonkongda elib berayotgan bostirishlarga qarata Xonkong fuqarolarini qo'llash uchun chiqarildi dedi. Amerikaning Alyaska shtatida bir sayohat aeroplani noma'lum sabab bilan tushib ketgan. Hodisada 6 odam qazo qilgan. Türkiye tönögün 2020 yıllık Tokyo Olimpik tənhərəkət müsabiqəsində 3 mis medal aldı. Şunda qılıb, Türkiye'nin medal sani 10'a yetdi. Türkiye hazırgacha Tokyo 2020 Olimpik tənhərəkət müsabiqəsində 1 altın, 1 kümüş və 8 mis medalga erişdi.